Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 75-sura Qiyomat. Makka da nazil bo'lgan 40 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Qiyomat kuni bilan qasamki, o'zini malomat qiluvchi nafsi bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirilsizlar. Sizlardan cho'qim hisob elinadi. İnsan bizni o'zining chirib tarqab ketgan so'ngaklarini jami qilolmaydi deb gumon qilamdi. Undaq emas. Uning eng inchika, eng nozik bo'lgan barmoqlarini asliga keltira olamiz. Balki inson kelgusi hayotida gunohda azvaylamoqchi bo'ladi. U masxir qilish yuzidan qiyomat kuni qachon bo'ladi deb so'raydi. Ko'zlar tovlashgan, oyning nuri o'chgan, kun bilan oy birlashtirilgan chaqda inson bu kunda qochadigan joy qayerda deydi. Yo'q, Allohning azobidan qochadigan panohgoh yo'qdir. Bu kunda qarorgoh Parvardigoringning tarafidadir. Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgari oxir qilgan amallari uqtiriladi. Yoki inson o'ziga yana qilgan yomon ishlarga o'zi guvohdir. U o'zini oqlash uchun qancha o'zri aytgan taqdirdimi, o'zri qabul qilinmaydi. Sana Jibril orqali vahiy nozil bo'layotganda, uni esingga elib olish uchun aldirab tilingni midirlatma. Uni to'plash va o'qib berish bizning mas'uliyatimizdir. Sana uni o'qib berganimizda, ya'ni Jibril sana o'qib berganda, uning o'qishiga ergashgin. Ondan uni tushuntirib berish bizning mas'uliyatimizdir. Hargiz undaq emas. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish sizlar gumon qilgandek yo'q ish emas. Balki sizlar bu dunyoni do'st tutsizlar. Oxiratga ko'ngil bo'lmaysizlar. Bu kunda saodatmanlarning yuzlari nurliq bo'ladi. Ular Parvardigorga qarab turadi. Bu kunda nurg'un yuzlar tutuq bo'ladi. O'zlarining cho'ng mushkulchilikka duchor bo'ladiganligiga ular jazman ishonadi. Rostilla jon halqumga yetganda bu kasalga kim iloj qila oladi deyiladi. Sakratda yotgan odam buning dunyodan ayrilish ekanligini jazman biladi. Sakratning qattiqligidan pachaq-pachaq kirishib ketadi. Bu kunda haydab beriladigan joy Parvardigoringning dargohidir. Kafir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi. Lekin u Qur'onni inkor qildi va iymondan yuz o'rdi. Ondan kerilgan holda uyiga qaytdi. Voy sening holingga, voy sening holingga, yana voy sening holingga, voy sening holingga. İnsan o'zini bekor qo'yib beriladi, ya'ni shariat ishlariga taklif qilinmay, mayliga qo'yib etilgan hayvonga o'xshaydi deb o'ylamdi. U bachchadonlarga to'kildigan ojiz ma'ni emasmidi? Ondan u laxti qon bo'ldi. Ondan Alloh uni chiroyli shaklda yaratdi. U ma'nidan ayol ikki tipni yaratdi. U ya'ni yuqorqidagi ishlarni qila olgan Alloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi?